London poytaxti 100 ming so'm. 50 ming so'm beraman hozir. Ey, ChatGPT do'st chiqadi lekin. Qaysi joyda suv tepaga oqadi? Nereden bilemem. O'zga sayyorada Kosmosdan tepaga ketadi. Suvning tagida qanday tosh bo'lmaydi? har xil tosh bo'ladi. Bo'ladi, nechik tosh bo'lmaydi? Marvarid tosh bo'lmaydi. Oq tosh bo'lmaydi. Oq tosh bo'ladi, kusun teyinda. Og'ir, yengil tosh bo'lmaydi. Kurup taş var. Quri. Oo, Kurup taş var mı? молодец. Tak, dunyodagi eng kichik davlat? Filippin. Yo'q, Filippin emas. Dunyodagi eng kichik davlat? Madagaskar. Nechun Madagaskar? Eng kichik Madagaskarchi? Deb o'ylaysang. Deb o'ylayman. En küçük devlet bilemen 44 hektar olan. Gektarni biltirib odam bilmaysizmi? Ağzını bilemen. En katta devlet Rusya, en küçük devlet Vatikan. Молодец. Vatikan, Quyosh nechik rangda? Sari. Yo'q. qizil, sari, Sarı rengi. Sariq, xato. Sarı. Sar olmaydi. Ispaniya poytaxti? Ispaniya poytaxti Berlin. Yo'q, Berlin emas. Ispaniya poytaxti Madrid. Ko'cha Oy. Madrid. Madrid, İspanya paytaxti Madrid. Ispaniyaning poytaxti? Madrid. Italiya? Rim. Germaniya? München. Berlin. 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 50 ming so'm beraman, bilsangiz. Tak, Madagaskarning poytaxti. Madagaskarning poytaxti Amazon. Yo'q, ayardilar. Agar shu savollarga javob biladigan bo'lsangizlar, kommentariyada yozib ketinglar.